Assalomu alaykum do'stlar, hammaga do'stlar, men ham Qashqadaryoga kelib oldim akalar, esonaman, alhamdulillah. Juda ham ko'p insonlar yozyapti kommentariyada. O'sha keyingi jangdan keyin rekordingiz yozildimi yoki yozilmadimi deb. Rekord yozildi alhamdulillah do'stlar, chunki qo'lim ko'tarilgandan keyin bilasizlar talpa keyin boshlanib ketgandi. Bunaqa talpalar Mike Tyson davrida ham bo'lib turadi, endi bizlarda ham ora-sirada bo'lib turadi do'stlar. Bunaqa janjallar endi nima deysizlar? Endi kelishib oldik akalar, alhamdulillah, yaxshigina hammasi, chiroyligina yakin yasaldi. Nasib bo'lsa endi bitta xatoyim 2 oygami Oktagon ligadan chetlashtirildim. Nasib bo'lsa pardishkada bo'lib, qo'llab-quvvatlab, like-ta bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar inshaalloh. Yana qaytaman. Bunusida iloji boricha yanada xatolarni dars chiqarib, yanada chiroyli jang ko'rsatib, xalqimiz O'zbekiston bayrog'ini tepalarga ko'tarib, nasib bo'lsa qaytaman inshaalloh. Butun dunyoga tanitaman nasib bo'lsa inshaalloh. Davay o'zbegim.